Bolasini yaxshi ko'radigan ota har kuni bolalarning kolyaskasini, tormozini tekshiradi. Balonlar holatini tekshiradi. Balonlar qanaqa aylanayotganligini, o'ngga, chapga qanaqa burilayotganligini tekshirishi shart va majbur. Balonlarni moylashi hamda qotiriladigan joylarni qotirib qo'yish shart. Har kuni ko'rish kerak buni. Agar bolasini velosipedi bo'ladigan bo'lsa, velikni tormozini, diskalarning holatini va rulini o'ngga, chapga qanaqa burilayotganligini ko'rish kerak. Muammo paydo bo'lgandan keyin emas, muammo paydo bo'lmasdan turib uni oldini olish kerak. Hurmatli otalar, sizlarning majburiyatinglar bolalarga kolyaska yoki velosiped olib bergandan keyin tugamaydi. Aksincha, majburiyatinglar 2 marotaba oshadi. Har kuni bolalarning kolyaska va velosipedning tormozini tekshirishinglar, holatini tekshirishinglar shart. Tormoz ishlamay qolib, kolyaska yurib ketib, velosipedda avariya bo'lgandan keyin bu narsalarni qilishingiz, tekshirishingizga hojat yo'q. Bu narsalar bo'lmasdan turib tekshirishinglar kerak. Agar siz har kuni farzandingizni kolyaska va velosipedini, tormozini va boshqa holatlarini tekshiradigan bo'lsangiz, siz juda ham yaxshi otasiz. Agar bunaqa qilmayotgan bo'lsangiz, siz bunaqa qilishni boshlashingiz kerak. Ya'ni farzandingizning xavfsizligini ta'minlab berishingiz kerak.